Assalomu alaykum, Qiraz bozor kanali ko'ruvchilari. Biz Suzaq rayonidagi Juma bozordamiz, tovuq bozorda. Улица Октябрьский deb yozsangsizlar, улица Октябрьский 8 deb yozsangsizlar, chiqadi navigatordan. Примерно adreslar shu yerga olib keladi. Tovuqlar qani? 200 so'm maki munosiya. 1000 so'm. Ne barada bular? Aka? 200 so'mdan bu. Qaradasi qanday? Yaponlar qancha qari? 700 da. 700 dan mı? Eko 1,5 ming mi? 1,400 mi? Tuğtağı? Ha? Tuxum tuğtağı? Var. Qo'yin bolalar qanchadan ken? Juma bozorda bozor o'ta qattiq bo'ladi. Odam ko'p bo'ladi. Bedeneler qanchadan? Horozlar 200 dan. Horozlar 200 dan, makilari 250 dan. Tuxum tuğib qoldi-ku. Qancha kunlik bular negizi? Jash o'xshaydi? Bular ha, Ne yaponlar qanchadan? Yaponlar 300 dan. Yaponlar ham bor ekan. Maksa bu? Tam neler var sende qari? Shularlar. Bularchi? Qanchadan aka? 700 dan. 700 dan. Musqus ballarichi? 250 dan 180 dan. 250, 180. Qo'yin ballarichi? Qo'yin balı 500 dan. 500 dan. Bular 700 dan ekan. Qo'yin ballar. Tekan jo'jalak bor ekan. 250 dan ekan, 13 ekan, diqan ekan. Hesaplar emas ekan. O chopib qo'yadi. Makar 600 dan. Bu ekan makar. Ha. Bitta shu yana bir oy bor bunga erkak qo'shgan. O'rdak ballari, musqus ballarimi? Qancha nomlar? 170 dan. 18 Neyse ise qo'yin bolasi. Qo'yalar 600 so'm. Baraka tovuqlar qanchadan? Assalomu alaykum. 700 so'm. Bu yilqi cho'chalar da bular ha? 700 so'mdan kami bor deydi. Ichida qo'roz, maki aralashgan. Qaysi kanal? 40. Ma kurpu. Sizdan sotyapman. 1000 so'm kami bor buni. Narxlarchi? Cho'cha qo'rozlar qanchadan? 600 dan. 600 dan mi? Musquslarchi? Musqus bular? Ha, o'shalar 500 dan sotdim. 500 dan satdingizmi? Ha, yaxshi, yaxshi. Bu yilqi gana jo'jalar ha? Akanlar qanchadan ekan aka? 3000 dan. Ikki maki, bir qo'roz ekan ha? Ha, ikkita qo'roz bu. 3000 dan deydi. Qo'yinni bog'lar qanchadan ketdi? 200 olsun. Ne bu kichinayi bular? Süt emdirganlar-ku bular. Yok. Aka o'zi 250 ga oldik. Ha, 250 dan oldim. Şu avukatı yapmışlar, ana avukatlar ya. Neler qanchadan olding? Ular 500, 350, Aldinglar o'zing. 600 yatıyor. Şu tez oldik. Qo'yin bog'dan bittasini olchi? Javob tashladingmi? Kichinayi bular. Qo'ychi? Bu baktasi kattadi. Keskatta ya, 2 ay. Kichinalar bu 45 kun, 60 kunda bo'ladi-da buni. Neta bo'lib qo'yibdi. Mayli biz boqamiz. O'zinglar bag'asizlarmi? Bu yana qo'yib qo'y, katta. Gade bular. Çiçek katta. Doktor qanchadan qari? Yapon qancha? Aka 800 so'm, mana skutugadi. Eko 800 so'mmi? Arzon emasmi? 400 so'mdanmi shunda? Ha. Arzon-ku. Satsam bo'ldi.
Seninki qancha so'm? 1600. 1600 to'rtov bilan. Havasimiz 700 so'mga beraman. Ha? Bular qanchadan qani? 8 so'mdan bu to'rtov. 8 so'mdan deydi. Bu katta tovuqlar ekan. Qancha so'm dedinglar buni? Qancha so'm dedinglar? 1000 so'm dedinglar. Narxini qancha deding? 800 dedinglar. Va baylanib turadi, kichkina ko'ringan ekan, katta tovuq. Ichkari jag'ida shunday. Kaptarga kletkalar perenoska deb qo'ydi. Shundaylar bor ki. Kaptarlar var içinde. Yalan maladoylar ki. Saçlar. Kaptır dedim ben seni kasa. Bağlar birbirine %1000 geçeyimese gerek. Krasny хвостик был, Шандон, Бакинский, Анжанский, молодой, Иран, красный, Нават başkan bular. Нават, Anjanский, Нават. Şu bir Anjanский var ekan, Çubati var ekan, молодой, Anjanский var ekan. Hangi fark var? 2000'den 4000 молодой. Maladoydu, 1000 so'mga berib ama samka. Samka saatte 1000 so'mga berib. Ama urgachi. Kelilya. Kuruk aylanyapti. Direkt kuruk aylanyapti. 1000 so'mga berib. Ha? Olarda mı? Direkt kuruk aylanyapti ama. Katta o'zi ham, qani? Şimdi hareket ekan ha. Unaqa uzun o'zi ham. Polvon degan kaptar, oq kaptarning bolg'ari. Saçlar kızıltaş. Şepi depti menikiler. Monça. Çubuğu, nasıl çubuğu kızıltaş ekan saçlar. Qanchadan ekan bulardan bunu? 2,5 milyon. 2,5 mingdan. Ana ne bak. Yağlayan saçken. Anjanski. Qara hakka da var. Ana chiroyli. Qanchadan qancha qariblar? Kaçlar? Turbaç qancha? Lan. 350. 350. Ne qara turbaççı? Bu hem 300'den beri. Kapal. 700 so'mga beraman. Etdagi 18 ekan, bo'pti hali bu konu. Meni ko'rib o'tib ketdi. Ana ko'rlar Qisqasi chiqsa bo'laveradi. Naki qancha? 2000. 2000. Horoz qancha ekan? Bu qancha ekan horoz aka? Bu ham 5 mingdan. Bu ham 5 mingdan. Mana shu jo'ja, bu ham jo'ja ekan. Yo'q, bu jo'ja o'sha bu kunlarga bo'ladi. Ishni o'zimiz chiqarib qo'ymadik yana, tovuqlar chiqarib. Yo'q, beting sarflayapman aka. 5 mingdan. Jo'ja qancha so'rab oldi aka? Qancha? Qo'ya. So'rab oldi. Shuna video sayfamiz. Улица Октябрьский 8 deb jassansar chiqadi. Ko'pincha dehqonlar bo'ladi bu yoqda, arzonroq ham bo'ladi. Ertaroq kelib tovuq qilam deganlar terib olsansar. Вот. Suzaq rayoni Октябрьский, улица Октябрьский 8. Charg'onlarga beraka, bilan fikrga tinchlik amandiq. Video yoqqanmasa like bosishni unutmanglar. Kanalga da xato qilsar.